Hozirgi yozgi kutilmagan yomg'irlarga, ya'ni ob-havomizni o'zgarib ketishiga Amerika va Isroil sababchi bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Agar bu savolga javob topmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rib turing. O'tgan yil esinglarda bo'lsa, istisqo namozini o'qiyotgandik, ya'ni yomg'ir so'rab duo qilayotgandik. Va hozir esa vaziyat butunlay o'zgarib ketdi, do'stlar. Va bu vaziyatdan keyin tabiiyki g'alati iddaolar chiqishni boshladi. Bu iddaolarga ko'ra, Amerika Eron urushida Eronning raketalari Amerikaning texnologiyasini, ya'ni bulutlarni yo'q qiladigan texnologiyasini urib tushirganligi to'g'risida har xil iddaolar va shu sababli ham ob-havo o'zgarganligi to'g'risida iddaolar chiqishni boshladi. Bu qanchalik o'zi asosli. Bundan avval, urushdan avval Eronning vitse-prezidenti Hassan Musaviy ham shularni aytayotgandiki, mana shu 5 yildan beri Eronda qurg'oqchilik bo'lmoqda va bundagi asosiy aybdor Amerika, sababi bizni yomg'ir bulutlarimizni o'g'irlamoqda degan iddaoni o'rtaga tashlagandi va hamma bu safsata qilyapti, bu ahmoqgarchilik deb jim turgan edi. Lekin endi bu gap qanchalik asosli, ya'ni Amerika iqlimni qurol sifatida foydalangan bo'lishi mumkinmi? Keling, bu haqida biroz o'ylaymiz. Xo'p, ilmiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu iddaoni tabiiyki inkor qilishadi tadqiqotchilar, lekin tarix bunday demayapti. Keling, biroz tarixga nazar tashlaymiz. 1946-yilda Vincent Schaeffer ismli kimyogar bir narsa kashf qildi. Ya'ni unga ko'ra quruq muz orqali bulutlardagi qor va yomg'irni sun'iy tarzda yog'dirish imkonini topgan edi. Bu Amerika uchun atom bombasidan keyingi eng dahshatli ixtiro edi, chunki bu orqali haqiqatdan ham iqlimni o'zgartirish, ya'ni nazorat qilish imkoniga ega bo'lgandi qisman va bu ustida juda ham qattiq ishladi Amerika va 1974-yilda esa tornado bo'ldi. Juda ham katta tornado bo'ldi Amerikada, bilasiz, mana shunday yurt va mana shu kashfiyot orqali mana shu tornadoni yo'nalishini o'zgartirib yuborganligi to'g'risida iddaolar ham chiqdi. 1962-yilda qiziq bir voqea bo'ldi. Amerika prezident o'rinbosari Lyndon Johnson shularni aytib o'tib ketdiki, kim ob-havoni, iqlimni nazorat qila oladigan bo'lsa, dunyoni nazorat qila oladi degan gapni aytdi. Bundan keyin tabiiyki, iqlimni nazorat qilsa bo'lar ekan degan fikrlar ham kela boshladi. Va ro'pararosa 1966-yilda esa Vyetnam urushi boshlandi. Amerika Vyetnamga kirib keldi, lekin juda ham katta qarshilik olgandan keyin ko'rib turdiki, osonlik bilan bosib olish qiyin. Shu sababli bir xiyla o'ylab topdi Amerika, unga ko'ra iqlimdan foydalandi. Ya'ni iqlimdan qurol sifatida foydalandi Amerika, Vyetnamda sun'iy ravishda yomg'ir yog'dirtirdi. Jonsa, ya'ni 6 hafta mobaynida tinimsiz yomg'ir yog'di Vyetnamda va buni 2600 ta uchish amalga oshirdi Amerika samolyotlari va bulutlarning ustiga kimyoviy moddalar orqali yomg'ir yog'dirdi. Va bu tarixga Popeye operatsiyasi nomini oldi va 5 yil Vyetnam mana shu azobda yashadi va Vyetnamning ekotizimi esa butunlay yo'q bo'lib ketdi.